Futbolda trebledan ham yuqoriroq natija bor va uni Zidaning Reali ham qila olmagan, afsonaviy Sir Alex Fergusonning Manchester United ham qila olmagan. Uni faqatgina 3 ta murabbiy egallagan. Xo'p, ular kimlar? Gvardiolaning Barselonasi, Flickning Bavariyasi va Luis Enriquening PSJ'si. U qanday natija? Hozir kanalimga obuna bo'lib qo'ying, shunaqangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun men sizlarga bu jamoaviy sovrinlarni aytib beraman va kimlar kuchliroq ekanligini yakunda bilib olamiz. Unda boshladik. Xullas, futbolda bir mavsumda 6 ta sovrin yutgan faqatgina 3 ta jamoa bor. Birinchi o'rinda 2009-yilgi Gvardiolaning Barselonasi, Ispaniya Superkubogi, Copa del Rey, La Liga, Jahon chempionati, UEFA Superkubogi va Chempionlar Ligasi. Ikkinchi jamoa Flickning 2020-yilgi Bavariyasi, Bundesliga, Germaniya Kubogi, Germaniya Superkubogi, Jahon chempionati, UEFA Superkubogi va Chempionlar Ligasi. Va uchinchi jamoa Luis Enriquening 2025-yilgi PSJ'si, Chempionlar Ligasi, UEFA Superkubogi, Interkontinental Kubogi, Fransiya Superkubogi va Fransiya Kubogi. Atiga mana shu 3 ta murabbiyning 3 ta jamoasi mana shunday natijalarni qayd etgan. Endi sizga savol, mana shu uchlikni o'rinma-o'rin joylashtirganda qaysini birinchi, ikkinchi va uchinchi o'rinlarga qo'ygan bo'lardingiz? Fikrlaringizni kommentariyada